Sözlemem. Yo'q, so'zlayman. Andaqdı bu gül çimenler. Muhabbetimizin dastanı mı ya ki aynigi mi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan atirgullar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dahshatli bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Chuchuk. Abdullah, kundosh deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olamsiz? Sen. Hey. Hey. Men uning o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Uning ishqida ahlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sana nim bo'ldi? Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'on begi Turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q yetim o'g'loqchilik bo'lamayman. Balam. Nimalarni deydigansan? Apa, men O'g'lim. Yulduz desang, osmonga chiqib uzib beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eyribni o'ltirib etaman. Nima? Abdullah. Ya Allah. Endi kellima. Bilanlah. O'g'limiz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O sanam bilan chori bog'da quchoqlashib yurdi. Voy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bad qiliqlik qilamdi. Ular aymanmasdan. Ordini bulg'abdi. Sanamjon, jinim Malikkam. Bu yilqi qurbon eti sizga alayda xo'shallik ep kelganda turdi-ku. Shuni dang. Ahchi ana. Bu yilqi qurbon et gullar ichilib, bulbullar sayrag'an chaqda keldi emasmi? Men xo'sh bo'lmay tura olamdi. Xo'shalligingiz to'la emasdi. Ana. Men bugun haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ana, bu gulni kimning tuzganligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Guljamal. Sanam ocham, sizga yana nimalarni dedi? Sizga deb bermayman. Deb bermisiz, ma'qulmaymi? Voyjon. Cho'qliq qilmang, ha? Ama, qaraslar akamga. Ha? Jim o'tiring, ha? Ana!
Gerek. Esinglarda bolsun. Hasalning harisi batur. Qizil gulning tikini batur. Magar kim baxt gulzarida bolsan, unutmag'in baharning zimistoni batur. Ana, Ha? ana, sen amaçamcı akamga, siz Ferhat, men Şerin, siz Mecnun. Men Leyli depti. Ferhat degen kim o? Gülcemal. Aka, menin degenlerim rastqo. Tezrek bolmasanız ketivermençimi? Maqul aka, meni bir dep saqlab turing, ha? Ota-bovlarimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinas do'stim. Mehribona. Elqi zaharlik o'qni olib chiqib, Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, su içeceğimlo. Yo'q. Jaloliddin molla, mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizlarga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab, balduroq taqiqlash zarurdir. Hasan Vezir! Dodo! Dodo! Hasan! Hasan Vezir yovni yengishda xanjirim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim bu ishning tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ana! Şıqlaplı o. Yo'q. Shig'lamadim. Sizlarga qarab xush bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahani to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demekçi boğunumuz texi bo'la emas. Yana nima ish? Bizning bor yo'q mush birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Şahin, özlergim ayan. G'aribning ota bovusi bizning xondaligimizdan emas. Bu büyük toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Shoyim, bu ishga dilg'onlik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshibanu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Ertadan boshlab sanam madrasaga bormisan?